Bizlar O'zbekiston Respublikasiga mana shu Valmont AQSh davlatining Valmont kompaniyasini yomg'irlar sug'orish sentrpivotlarini olib kelib o'rnatib beramiz. U bilan servis xizmatlarini, agrosoprovождениесini to'liq ta'minlab beramiz. Hozir ko'rib turgan maydonimizda Valmont kompaniyasining masofaviy boshqaruv rejimida o'rnatilgan yomg'irlar sug'orish sentrpivotlari qo'yilgan. Bu hududga 2021-yilda 27 dona 1200 gektar maydon sug'orishga mo'ljallangan sentrpivot sug'orish tizimlari olib kelib o'rnatilgan. Hozirda samarali sug'orish rejimlarini amalga oshirmoqda, suv tejamkorligi va hamda mehnat, yuqori hosildorlikka erishib kelmoqda. Pivot bir-biriga integratsiya qilingan holatda nasos pivot yongandan keyin nasosni ham qo'shadi va birgalikda sistemani kerakli suv sarfida, kerakli normada ekinga yetkazib beradi. Xuddi shunday pivotimiz elektr energiya hisobiga harakat qiladi. Oziq-ovqat xavfsizligini FAOning 56-protokol bor. Bu 56-protokol barcha oziq-ovqat xavfsizligi uchun, barcha ekinlar uchun sug'orish me'yorini normasini chiqarib beradi. Ya'ni crop coefficient deyiladi bu narsa. O'sha sistema bizning tizimimizga to'g'ri qilingan. Bu tuproq sensorlar va meteostat dala maydonni real sharoitdagisi namlikni, haroratni eksparinasini va tuproqdagi namlik va transport hammasi integratsiya qilgan holatda o'simlikka kerakli normadagi suvni ko'rsatib turadi. Tizim o'z navbatida to'g'ridan-to'g'ri ko'pchilik aytadi, masalan, hozir tomchilar sug'orish qo'yapti yoki yomg'irlar sug'orish sprinkler qo'yilyapti. Qachon sug'orishim kerak, qancha sug'orish kerak degan savollar bo'ladi ko'pchilikda. Ushbu tizimda meteostansiya, tuproq sensorlari qo'yiladi va tizimda namlikning yetarli emasligini ham ko'rsatadi. Xuddi shunday. Mana bu datchikda sizda planshetda bo'ladimi, telefonda bo'ladi, faqat Amerikada bo'lsa, faqat boshqa davlatda telefoningiz to'g'ri-to'g'ri bu yerda Iris degan sim karta qo'yilgan. Oldin bu Iris degan sim karta harbiy strategiyada qo'llanilgan. ARPANET bo'lgan, internet tashkil etishda oldin. Hozir butun dunyoda ruxsat berilgan. O'zbekistonda ham milliy aplotatsiya to'lanadi, bemalol foydalanyapti. Xohlagan joyda turib, tizim misol uchun antenna chiqmaydigan joyda, chiqadigan joyda ham to'g'ri sputnik bilan, cherry sputnik ishlaydi bu. Sim karta yo'q boshqa degan muammo bo'lmaydi. Ushbu tizimda sizda sistemani holatini, pivotib qanday turibdi, qanaqa holatda misol uchun suv beryapti, misol uchun AQShdasiz, ferma dalangizni kuzatyapsiz yoki boshqa davlatdasiz. Qancha sug'oryapsiz? Sistemani to'liq hammasini obloka qilib, ya'ni o'zini bulutli sistemani o'ziga saqlab boradi. Bu 10 yil davomida. Misol uchun bu yil siz sug'ordingiz, qancha suv sarfladingiz? Sistema bu integratsiya qilsa bo'ladi.